Turmush qurish davri qachon? Balog'at davridan o'tib aqli yetilgan har bir yigit-qiz turmush qurishga qodirdir. Alloh taolo istagan oila qurish davri qachondir? Robbimiz bizning ota-onalik, er-xotinlik mas'uliyatini va yukini ko'tara olishimizga doir eng uyg'un vaqt haqida nima demoqda? Nimalarni buyurmoqda? Ba'zi musulmon davlatlarda ham erta yoshda turmush qurish holatlariga duch kelmoqdamiz. Qur'oni Karimdagi oila qurish ikki tomonlama jiddiy bir kelishuv, ahdlashuv sifatida amalga oshiriladi. Bir-biringizga qovushdingiz va mustahkam ahd-u paymon qilgan edingiz. Bunda shartnoma tuzish qobiliyati ikkita minimal shartga bog'langan. Yetimlarni nikoh yoshiga yetgunlaricha kuzatib sinab turinglar. Agar ularning es-hushlari joyida ekanini bilsangiz, ularga o'z mollarini topshiring. Mana shu oyat oila qurishni yetarlicha iqtisodiy jamg'armaga bog'lab qo'ygandir. Oila qurish imkonini topa olmaganlar to Alloh ularni o'z fazlidan boy qilgunicha iffatlarini saqlasinlar. Ko'ryapmizki, turmush qurish davri 3 ta minimal shartni bajara oladigan davr ekan. 3 ta minimal shartni bajara oladigan davr ekan. Keling shu shartlarni ko'rib chiqaylik. Birinchisi, insonning balog'atga yetishi, biologik tomondan kamoloti. Ikkinchisi, shaxsiyat sifatida yetilishi. Agar biologik tomondan balog'atga yetgan bo'lsa, o'z aqli bilan hayotni boshqara oladigan darajaga kelgan bo'lsa, demak, nikoh shartnomasini tuzish mumkin. Zikr qilingan ushbu oyatda Robbimiz nikoh yoshiga yetgunga qadar iborasi ostida jismoniy tomondan voyaga yetgani, jinsiy tomondan balog'atga yetganiga ishora qilmoqda. Bu kishining biologik tomondan munosabatlar qura olishi, farzand ko'ra olishi demakdir. Ko'pchilikda biologik yoshi ulg'aysa ham ularda shaxsiyat yoshi bolaligicha turaveradi. Shaxsiyatsiz qanchadan qancha kishilar turmush qurib, o'sha oilani atrofidagilar uchun jahannamga aylantirmoqdalar. Shu nuqtai nazardan qaralganda, turmush quradigan odamning biologik yoshiga emas, aqliy va ruhiy yoshiga va shaxsiyatiga qiziqib, surishtirib, o'rganib ko'rish tavsiya qilinadi. Oilaviy sharoiti og'ir bo'lganlarning zimmasiga tirikchilik mas'uliyati erta tushadi, shaxsiyati ham erta shakllanadi. Lekin bugungi aqlli texnologiyalar rivojlanib borarkan, insonlarda shaxsiyat shakllanishi kechikib bormoqda. Shuning uchun 16 yoshdan erta turmush qurish masalasini ortiq jamiyatning kun tartibidan chiqarib tashlash kerak. Inson biologik tomondan yetilar ekan, unda oila tushunchalari ham shakllanadimi? Uning yukini torta oladigan darajada bilim va salohiyatga ham ega bo'ladimi? Necha yoshga kirgan bo'lsa ham aqliy kamolotga erishmay, shaxsiyati shakllanmay yoki ruhiy xasta inson turmush qura oladimi? Aynan shu o'rinda Qur'on ikkinchi majburiy shartni bildirib, ularning aqliy tomondan ham balog'atga yetishlarini uqtiradi. Demak, turmush quradigan kishi aqliy tomondan yetishgan, mas'uliyatni his qila oladigan bir shaxsiyat egasi bo'lishi kerak. Shuning uchun ham ikki kishi kelib, bo'ldi biz balog'atga yetdik, mana ulg'aydik deydigan bo'lsa, ularning nikohlari o'qib qo'yilmaydi. Ularning yetarlicha har tomonlama balog'atga yetganliklari isbotlanishi kerak bo'ladi. Allohning ana shunday amri bordir. Lekin qonunlarning bunday moddasi, bunday dard tashvishi yo'q. Qolaversa, imomning turmush quradiganlarni yaxshi tanimasdan, ularning aql farosatini surishtirmay nikohlarini o'qib qo'yishi, ularga guvohlik qilishlari gunohdir. Bunday nikohlar yoshlarga ham, ulardan tug'iladigan bolalarga ham, bu tamoyillarni ko'rsatgan Allohga ham xiyonatdir. Turmush qurishning 3-chi sharti bo'lgan oila ta'minotida dinimiz erkaklarni mas'ul hisoblaydi. Farzandlaringizning yukini ko'tara oladigan darajada sharoitingiz bo'lmasa, moddiy tomondan chorasiz bo'lsangiz, unda turmush qura olmaysiz. Qilinadigan ish zinodan uzoq yurib, sabr qilmoq va oyoqqa turish uchun ishlamoq, ter to'kmoqdir. Ba'zi toifalar Alloh taoloning oralaringizdagi nikohsizlarni nikohlab qo'ying amrini noto'g'ri talqin qilishadi. Farzandlarini voyaga yetmasdan uylantirib qo'yadilar. Alloh taolo bu oyatda farzandlaringizni demadi, nikohsizlarni dedi. Ya'ni atrofimizdagi uylanish yoshiga kelgan, ammo uylanishga sharoiti bo'lmaganlarni qo'llab-quvvatlab, ularga yordam qilib uylantirib qo'yinglar dedi. Ba'zi toifalar, oilalar esa bu oyatni qizlariga nisbatan qo'llaydilar. Tezroq qizlarini boshidan soqit qilishga urinadilar. O'g'illarini obdon kamolotga yetishlarini bemalol kutishadi. Sabr qilib, o'qitib, oyoqqa turg'azishadi.
Bu oyatda qizlaringizni erta kunda hovliqib uzatinglar va qutulinglar. Mas'uliyatdan o'zingizni osongina qutqaring deyilayotgani ham yo'q. Ba'zi jamiyatlarda xastaliklar va urushlar sababli o'rtacha yosh 40 yosh bo'lgani sababli turmush qurish yoshi ertaroqqa ko'chirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi jamiyatlarda esa ta'lim olishga bo'lgan ishtiyoq yuksakligi sababli ham turmush qurish vaqtlarining kechikishi kuzatiladi. Qonunlar aqliy va biologik yoshning o'rtacha holatidan kelib chiqib turmush qurish yoshini 17 yosh qilib belgilagan bo'lsa, Qur'oni Karim bizga ehtiyojlarimizga ko'ra eng mukammal bir o'lchovni taqdim qilgandir. 8-qism. 6-bo'lim. Ma'naviy qismat eshigi. Ey buyuk Robbimiz, bizlarni xayrsiz insonlardan asra. Bizlarga umr yo'lida hamrohlik qiluvchi ishonchli, xayrli bir juft va xayrli avlodlar nasib qilgin. Kirish. Bir shoir she'rlariga, bir bog'bon bog'iga, bir ona chaqalog'iga qanday sohiblik qilsa, g'amxo'rlik ko'rsatsa, Alloh taolo ham yaratiqlariga shunday munosabatdadir. U pashsha, u qo'ng'iz demasdan bariga hayot va shakl berdi. Alloh eng seviklidir, eng mehribondir. Parvarish qilgan, yashatgan, hayot bergan, asragan va qo'rigandir. Har kim rizq nasibasi bilan keladi hayotga. Go'dak tug'ilarkan, Robbisi uni isqina mehrga to'la ona quchog'i bilan qarshi oladi. Bir tomondan qalbiga bir ehtiyojning orzusini tushirsa, ikkinchi tomondan u orzuning ta'minotini, nasibasini yaratdi. Nasibasiga erishmoq uchun harakat qiladi inson. Hayot xuddi ummondan ko'tarilgan suvning bug'lari yomg'irga aylanib, tog'larga, daryolarga yana oqib tushishiga o'xshaydi. Maqsadi sari oqib borarkan, tog'lar, qoyalar suvning yo'lini to'sib, nasibasini berkitib qo'ya oladimi? Inson haqli la'natlar, qarg'ishlar, ulkan gunohlar va yomon axloq sababli nasibasini yo'lini ma'naviy tog'lar bilan to'sib, berkitib qo'yishi mumkin. Faqatgina duo va tavbalar bilan, yaxshiliklari va axloqi bilan u to'siqlarni olib tashlash mumkin. Inson ifatini asrasa, nasibasi ham asraladi. Allohim menga xayrli bir qulingni juft o'laroq nasib qilgin deyishning eng go'zal yo'li o'zining olamida ham xayrli bir qul bo'lmoqdir. Bizni o'tkinchi yo'qsilliklar bilan imtihon qilsa-da, nihoyasida baribir har kimning ehtiyojini lutf qilib beradigan mehribon Robbimiz bor. Tog' toshlarda bir jayron bolasini yaratib qo'yib, u makonga yemaklar chiqargan ham udir. Alloh taolo tog'larda ishq orzusi bilan yongan va yig'lagan bir ko'ngil yaratib qo'ygan bo'lsa, u ko'z yoshlarini tindiradigan, artadigan ikkinchi yurakni boshqa bir bog'da yaratib qo'yadi. Yer yuziga hikmati bilan, ilohiy rejasi bilan hukm qiladi. Qay ko'ngil qaysi ko'ngilga qayerda va qaysi yo'llar bilan nasib qiladi. Taqdir to'rlarida ko'ngillar bir-birlariga qanday imtihon bilan, qay sinov maydonlaridan o'tib qovushajak. Nikoh taqdirmi? Jamiyatni bir qismida turmush quradigan odamini majburiy taqdir deydigan botilona qarashlar paydo bo'ldi. Nega o'ylab ko'rmaydilar? Kim bilan oila qurish bizga Alloh tomonidan mutlaq majburiy qilib belgilab yozib qo'yilgan bo'lsa, axloqsiz bilan turmush qurganning aybi nima unda? Agar Alloh taolo kimni kim bilan oila qurishini o'zi majburan belgilab qo'ygan bo'lsa, unda mu'minlarning mushriklar bilan turmush qurish ixtiyorini taqiqlashida qanday mantiq bor? Agar nikoh majburiy bir taqdir bo'lsa, unda inson o'ziga yaxshi, pokiza, go'zal va mehribon insonni axtarib nima qiladi? Aql egalari turmush qurishda ha yoki yo'q, roziman yoki rozi emasman degan ixtiyorni bilmaydilarmi? Ko'rmayaptilarmi? Agar nikoh majburiy bo'lsa, unda bu savollarni berilishini nima ahamiyati bor? Qiz bosim ostida unashtirilmoqda. Yigitni qarorsiz va ovsarroq ekanini bilgach, qiz o'ziga bosim o'tkazgan uydagilarni ayblamoqda. Oilasidagilar esa qizim taqdirga qarshi nima ham qila olardik, qo'limizdan bir narsa kelmaydi deya tasalli berishadi. Kuyovni surishtirmasdan, o'rganmasdan qizini turmushga bermoqchi va o'zlarini kaltafahmligi uchun aybni Allohdan qo'rqmay taqdirga to'nkayaptilar. Inson nima uchun roziman yoki rozi emasman deyayotganini tushunmaydimi? Nasibaning irodamiz bilan aloqasi bormi?
Nasibangiz ochilib, qadrli juftingiz bilan turmush qurishga harakat qilsangiz, ko'zga ko'rinmas sabablar bilan Alloh tomonidan yo'lingiz to'silishi mumkinmi? Bir tomondan turmush qurish, nikoh uchun hozirliklar boshlanarkan, ikkinchi tomondan bu nasiba kesilishi qanday ziddiyat? E'tibordan chetda qolgan nozik nuqta qayerda? Alloh istasa ko'klarga ko'taradi, istasa barchasini boshimizga qulatadi. Juftimizni aql zakomiz bilan axtaramiz, to'g'ri. Ammo Allohning lutfi bo'lmasa, Alloh bizga uni lutf qilmasa, biz uni topa olmasdik. Ya'ni mo'min ham harakat qilishi, ham Allohning lutfidan umidvor bo'lishi kerak. Inson o'zini irodasi bilan o'zi istaganini topib turmush qurib keta olmaydi. Allohning yaratish hodisalari singari turmush qurish fe'lining ham bir fizik va matematik sabablari pardasi bordir. Bu yerda ruhiy intellekt tafsilotlari, metafizik sabablarning bir jihatini ham eslab o'tamiz. Moddiy sabablarga ko'ra qulaydigan uchoqqa o'tirsangiz o'lasiz. Lekin siz chipta olgan u uchoqqa o'tirishingizga Alloh izn beradimi? Ketayotib oyog'ingiz qayladi, qoqilib tushasiz, uchoqqa kech qolasiz. Allohning taqdiri hamma narsaga qodirdir. Shundayki, zamonaviy fizikaning o'tgan asrlardagi asoschilaridan bo'lgan Nyuton Alloh taolo koinotni yaratib, uni soat strelkasi singari o'rnatib qo'yib, o'zi esa bir burchagiga chekinganini, koinot o'zidan o'zi tiqir-tiqir qilib aylanib turganligini taxmin qiladi. Bizning asrimizdagi Einstein singari olimlar tomonidan ishlab chiqilgan kvant fizikasi, ya'ni mexanik nazariya esa sabablar nazariyasini barbod qildi. Moddaning kvant darajasidan qaralganda bir soniyadan keyin nima sodir bo'lishini ilmiy jihatdan isbot qilib bo'lmaydigan noaniqlikning borligi yuzaga chiqadi. Bu yerdagi haqiqat shudir. Alloh taolo yaratganlariga, yaratadiganlarga, zamonga, makonga va har bir hodisaga o'zi hokimdir. Allohning sabablari qanday yo'l tutishidan qat'iy nazar, uning davomini, kelajagini uning o'zi biladi. Biz faqatgina taxmin qilamiz, hisob, chamalash, o'lchash kabi. Undan nariga o'ta olmaymiz. Agar Alloh ba'zi hikmatlar bilan boshqacha bo'lishni istasa, kutilmaganda o'lim bilan umrimizni tugatgani kabi hamma narsaning yo'nalishini ham o'zgartira oladi. Alloh sabablarni nega yaratdi? Imtihonni pardalamoq uchun, o'zini pardalamoq uchun, bizga qoidalar bilan harakat qilishimizda tanlovlar taqdim qilish uchun. Odamlar nima topib, nima yo'qotganini, ko'tarilganlari va tushgani, yiqilganlari, turganlarini idrok qilish uchun. Sabablar bo'lmasa qushlar dov-daraxtlar orasida yemak qidirib yurmaydilar. Sabablar bo'lmasa hosil umidida ekinlar ekmaysiz. Ammo Alloh lutf qilmasa, u axtarishlardan na bir naf chiqadi, na ekanlaringizdan bir giyoh unadi. Alloh bizga yaxshilik va yomonlik yo'lini va natijalarini ko'rsatdi. Ikkisining o'rtasida bizlarga ixtiyor berdi. Qaysi yo'lni tutadigan bo'lsak, uning natijalarini olamiz. Bilib turib bir iffatsiz bilan oila qurgan odam albatta uning natijalaridan so'raladi. Bir ruhiy xasta bilan oila qurib farzandlarining hayotini tahlikaga otgan inson albatta aybdordir. Turmush qurishda, ixtiyoriy qarorlarida inson xato qilishi, adashishi mumkin. Oilaning yoki birorta marosimning insonni ma'lum bir nikohga majburlashi bu inson irodasining ijtimoiy holatidir, lekin aslo Allohning majburlashi emasdir. Har bir insonga o'z qilganidan boshqa narsa yo'q. Vaqt o'tdi, qilmishlarim unutildi deb o'ylamasin. Harakatlarim bekor bo'ldi deb ham adashmasin. Alloh istasa o'z hikmati bilan ba'zi harakatlarning javobini oxiratga qadar kechiktirishi mumkin. Har bir qilingan ish amal daftarga qayd qilinadi. Turmush qurish masalasida inson jamiyatda o'zining yaxshi bir nomzod ekanini bildirishga, yaxshi nomzodlarni surishtirishga mas'uldir. Uyda o'tirib olib faqatgina duo qilib, talabgorlari bilan ko'rishmagan qiz yoki xayrli nomzodni surishtirmagan yigit Allohning sabablariga hurmatsizlik qilgan bo'ladi.